Cristiano Ronaldo jahon chempionatida O'zbekistonga qarshi maydonga tushadi. Erling Haaland Real Madridga o'tish uchun kutilmagan shart qo'ydi. Abduqodir Husanov esa Barselonaning asosiy transfer nishoniga aylandi. Bugun sport olamidagi eng ishonchli, qaynoq va kutilmagan xabarlarni tahlil qilamiz. Videoga like bosib qo'ying, biz esa boshladik. 41 yoshli Cristiano Ronaldo o'zining 6-jahon chempionatiga borishi tasdiqlandi va eng qizig'i Portugaliya guruh bosqichida O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bir guruhdan joy oldi. 23-iyunda Houston shahrida bizni chinakam tarixiy to'qnashuv kutmoqda. Uning azaliy raqibi ham ortda qolmoqchi emas. 39 yoshli Lionel Messi Argentina terma jamoasining jahon chempionati uchun yakuniy ro'yxatga kiritildi. Ikkala afsona ham o'zlarining 6-mundialida qatnashib, tarixni yangilashga hozirlik ko'rmoqda. Yevropa klublar futbolida ham dahshatli voqealar yuz berdi. Pushkash arenadagi dramatik finalda PSG Arsenalni penaltilar seriyasida mag'lub etib, ketma-ket ikkinchi marta Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritdi. Ammo londonliklar u qadar xafa bo'lmasalar ham bo'ladi, chunki Mikel Arteta shogirdlari 22 yillik tanaffusdan so'ng nihoyat Angliya Premier Ligasi chempionligini rasmiylashtirishdi. Transfer bozorida esa Pep Guardiolaning kutilayotgan ketishi barchasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, Erling Haaland Real Madridga o'tishga tayyor, biroq uning qat'iy sharti bor. Hujumchi Madridda murabbiy sifatida faqat Yurgen Kloppni ko'rishni xohlamoqda. Va nihoyat haftaning eng faxrli xabari, hamyurtimiz Abduqodir Husanovning Angliyadagi ishonchli o'yinlari Ispaniya grantlarini harakatga keltirdi. Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick uni yozgi transfer oynasida jamoaga olib kelishni jiddiy reja qilmoqda. Sobiq mutaxassislar esa Husanovni hozirdanoq Real yoki Bavariya darajasidagi himoyachi deb ta'kidlashmoqda. Sizningcha yigitlarimiz jahon chempionatida Ronaldoni to'xtata oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Sportix Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying.